Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Yozuvchi Qulman Ochilov juda qiziq eksperiment o'tkazgan ekan. Shuni sizlarga o'qib eshittirmoqchiman. Men Xudodan qo'rqaman. Muallif Qulman Ochilov. Meni bu sinov eksperimentga undagan sabab onda-sonda quloqqa chalinib turadigan o'sha yozg'irish. Odamlar haromdan hazar qilmay qo'ydi, hali qarasang eshak go'shtini pullagan, yana biri masjidda cho'ntakka tushgan, endi ibodatxonaning ehson qutisini o'marib ketishibdi. Bu holda el yurtda baraka bo'ladimi? Zamondoshlarimiz halollik, insof va diyonatni unutib, iblisning yo'rig'iga yura boshlagani rostmi? Mana eshiting va xulosani o'zingiz chiqaring. 2018-yilning yanvari, yakshanba kuni edi. Nahorda 3 pachka pulga bir xil iltimos bitilgan 3 ta qog'ozcha yopishtirdim. O'g'lim, ushbu pulni olishing bilan dorixonaga qarab chop, doktor aytgan dorini olib zudlik bilan kasalxonaga onangga yetkaz. Dorini topishing bilan menga sim qoq. Telefonimning yangi raqamini eslab qol. Bunda aslo yolg'on yo'q. Ayolim o'tkir yurak xurujiga chalinib, shifoxonada davolanayotgani rost edi. Xatlarga cho'ntak telefonimning raqamlarini ham qo'shib, yozganlarimni aniq-tiniq ko'rinadigan qilib, pullarni shaffof yelim xaltachalarga joyladim va bozorga yo'l oldim. Maqsadim gavjum joylar, bozor, transport va savdo shoxobchalarini ziyorat qilish edi. Rastalarning o'rtasiga, izdihomiga yetgach, soatimga qaradim va xayolan qayd etdim. Yakshanba soat 10:33. Toshkentning Abu Saxiy bozori. Birinchi yelim xaltadagi pulni shundoq oyoqlarim ostiga tashladim. Tap etib tushdi. Eshitdim. 3-4 qadam yurmasimdan ortimdan hayajonli ovoz eshitildi. Voy qarang, kimningdir puli tushib qopti. To'xtab, sekin ortimga burildim. Ovoz egasi o'rta yoshlardagi charim kurtkali juvon, pulni olib, yonidagi ko'kish kamzul kiygan barbasta ayolga qaradi. Endi nima qilamiz? Yosh keksaroq ayol pulni uning qo'lidan shartta yulib oldi-da nimadir dedi. Sherigi qo'lidagi kattakon sumkasini qiya ochdi. Kampir pulni qizg'ish sumkaga tashladi. So'ng shitob bilan yo'liga, menga qarama-qarshi tomonga ravona bo'ldilar. Shoshib qoldim. Men kutgan edimki, topaloq agar uy insofli bo'lsa, odatimizga, musulmon ummatiga xos yo'l tutadi, ya'ni pulni boshi uzra baland ko'tarib kamida 3 marta xitob qiladi. Birodarlar, kim pul yo'qotdi? Ayollar bunday qilishmadi. Izidan tushdim. 5-10 qadam yurgunimcha ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Ortidan shoshganim ularning qanday odamlar ekanini ko'rmoqchi, bilmoqchi edim. 15 daqiqada butun bozorni aylanib chiqdim. Yarim soatdan keyin izlamagan yerim qolmadi. Telefonimdan ham sado chiqmadi. Pulim qulog'ini ushlab ketdi. Keyin metroning buyuk Ipak yo'li bekatidan chiqib, Chirchiq sari yo'l oldim. Odamlarimizni gavjum shahardan tashqarida, iloji bo'lsa, transportda ham sinab ko'rish edi. Oq Nexia'si yaltirab turgan yigitcha ochiqqina ekan, gurungdan oldi. Ismi Sanjar. Toshkent irrigatsiya va melioratsiya institutida 2-kursda o'qiydi. Poytaxtga betob bobosiga dori qidirib tushgan ekan. Dorini topdingizmi? Shukr, topdim. Shifo bersin. Iloyo aytganingiz kelsin. Kimyogarlar shaharchasidagi Buxoro qahvaxonasining oldida tushar ekanman. 2-chi xaltachadagi pulni haydovchining yonida qoldirdim. Sezmadi. Talaba yigitcha bilan samimiy xayrlashdim. Rahmat ukajon. Mulozim olib kelgan ovqatga qo'l uzatishga ulgurmadim. Ertalabdan beri go'ng qarg'adek tumsayib olgan telefonimga jon kirdi. Mashinada pulingiz tushib qoptimi, amaki? Obbo, quvonib ketganimni yashira olmadim. Suyunchisi bizdan Sanjarbek, hozir olib boraman. Men uni kabob bilan siylashga ahd qildim. Axir ezgu ishning mukofoti bo'lish kerak-da. Oradan yarim soat o'tdi. 40 minut jimlik. O'zim qaytarib qo'ng'iroq qildim. Go'shakni avval hech kim ko'tarmadi. Ko'targach, yosh kattaroq odam ochiqdan ochiq dag'dag'a qildi.
Adashdingiz aka, dedi u. Bu yerda unaqa odam yo'q, telefon qilmang. Shunday qilib, ikkinchi xaltachadagi pulim ham qulog'ini ushlab ketdi. 3-yelim xaltadagi pulni o'tirgan joyim. Kursida qoldirib, qahvaxonadan tashqariga chiqdim va oynavand eshikdan kuzata boshladim. Bunisi kimga nasib qilarkin? Aravacha sudragan juvon kelib, stol ustidagi idish-tovoqlarni yig'ishtirishga tushdi. So'ng pulni olib, oq kamzulining chap cho'ntagiga tiqdi. Ajabo, u hayratga ham, xavotirga ham tushmadi. Atrofiga alanglamadi ham. Kimningdir cho'ntagidan tushib qolgan falon ming pulni emas, go'yo o'zining dastro'molchasini topib oldi. Erinibgina olib, cho'ntagiga soldi. Ichkariga kirib, chetroqqa o'tirdim. Ayol idish-tovoq to'la aravachasini sudragancha oshxonaga kirib ketdi. Menda umid paydo bo'ldi. Zora pulga qistirilgan xatni o'qib, sim qoqsa. Yo'q. Idish-tovoq bekasi chiqib yana odatdagi ishiga unnadi. Yonimdan o'tayotganida ogohlantirdim. Singlim, hamyoningiz osilib qoptimi? Pulingiz tushib qolmasin tag'in. Ayol yana ajablanmadi. Menga horg'in bir nazar soldi-da, cho'ntagidan yarmi ko'rinib turgan pulni ichkariroqqa surgan bo'ldi. Beparvolik ham evi bilan-da. 1 soat o'tdi. Na kelishga va'da bergan talabadan, na idish-tovoq yig'ib yurgan ayoldan biron sas, biron imo bo'ldi. Pullarimning hammasi qulog'ini ushlab ketdi. Oqshom meni Toshkentga olib qaytgan avtobusni yomg'ir beayov savaladi. Tong otishi qiyin bo'ldi, lekin otdi. Oppoq tong, oppoq qori bilan. Dushanba kuni ertalab mashinaga o'tirayotganimda go'ng qarg'am to'satdan tilga kirdi. Amaki, men Sanjarman, va'daboz ukangiz. Bormisiz, ukajon? Tinchlikmi ish qilib? Shukr, uchrashganda aytaman. Sizni qayerdan topaman? U metrodan chiqib keldi. Hayajonlangan, hansiragan, rangi uchgan, qo'li ko'ksidan tushmaydi. Uzr amaki, uzr. Kecha kafega kelmoqchi bo'lib turganida akasi yo'ldan qaytaribdi. Pulga qistirilgan xat juda shubhali. Katta matta o'g'li otasining telefon raqamini bilmaydimi? Bunda bir gap bor. Yaxshisi kafega telefon qil. Qo'ng'iroq qilsa, qo'shnisi mulozim ayol aytibdi. Bu amakining o'tirishi juda bejo. So'ng u ham shunday shubhali pulga duch kelgan, unga ham shunday xat qistirilgan. Bobom nima bo'lganda ham pulni egasiga olib borib ber dedilar. Yigitcha 2 pachka pulni menga uzatdi. Bilas, o'zlari betob yotibdilar. Iloyo shifosini bersin. Sanjarni bag'rimga bosib minnatdorchilik bildirdim. Sirni ochdim. Kulishdik. Peshindan keyingi qo'ng'iroq meni yanada suyuntirdi. Aqchasi yo'qotgan yigit sizmi Yoshullo? Ha, men. Men Shakarjon opangizman. Urganchdan telefon urib turibman. Kelin yaxshimilar? Siz so'raysiz-u yomon bo'larmidi opajon dedim. Dim yaxshi. Ma'lum bo'ldiki, Toshkentga qizi bilan mehmonga kelgan opa qo'noq joyga kirmasidan ortidan shum xabar yetgan. Nevarangiz gazda yumurtqa qovuraman deb kuyib qoldi. Taksiga o'tiribdilar u Xorazmga qarab uchibdilar. Pulingizni bugun taksichi Ro'zimboydan berib yuboraman dedi opa ovozlari gurillab. Dim yaxshi yigit, qo'lingizga olib boradi. Shu ishga shoshilmang opa dedim hayajonlanib. Sizdan juda minnatdorman. Nevaralaringizga muzqaymoq olib bering o'sha pulga. 1000 roziman. Qo'ysangiz-a, darvoqe, tuxumxo'r nevarangiz tuzukmi? Shukr, joyinda. Lekin pulingizni barib yuborajakman, og'ajon. Men Xudodan qo'rqaman. Kishining moli kishiga buyurmayajak. Xudoyim halolidan barsin. Ertasi kuni 1000 kilometr olisda yashaydigan va butunlay notanish bir ayol, ya'ni Shakarjon opa menga qaytarib bergan pulni notanish bir taksichi tuz-tugal yetkazib keldi. Shuncha yo'ldan. Xudoga shukr dedim. Halolidan bergan ekan, hammasi pok-pokiza qaytib keldi. E'tiboringiz uchun ko'p rahmat, hurmatli muxlislar. Xulosani o'zingiz chiqarasiz degan umiddamiz. Muallif Qulman Ochilov.
Osmon yaqin, yer qattiq. Muallif O'tkir Hoshimov. Bola edim. Keksammam bo'lardi. Turib g'alati gaplar aytardi. Bir kuni shunday deb qoldi. Osmonda mehr ko'p, yer ustida orzu ko'p, yer tagida armon ko'p. Bu nima deganingiz desam, katta bo'lganingda tushunasan deb qo'ya qoldi. Rostini aytsam, katta bo'lganimda bu gaplarni unutib yuborgan ekanman. Yaqinda tasodifan yodimga tushdi. Hammamning gapini endi anglagandek bo'ldim. Osmonda mehr ko'p degani Allohning karami keng, bandalariga mehribon degani ekan. Yer ustida orzu ko'p degani odamzod boriga qanoat qilmaydi. Bir orzusi ushalishi bilan boshqasining ketidan yuguradi degani ekan. Yer tagida armon ko'p degani esa bandasi vafot etganidan keyin tiriklik chog'ida o'zi bilib bilmay qilgan gunohlari uchun armon chekadi degani ekan. Bilmadim, har qalay men shunday tushundim. Muallif O'tkir Hoshimov. Bir kuni yigit donishmand insonga nolibdi. Meni oladigan katta maoshim yo'q, sevgan ishim ham yo'q, ishongan do'stlarim ham yo'q, ishga boradigan mashinam ham, so'nggi modadagi kiyimlarim ham yo'q, ertangi kunga umidim ham yo'q deb o'kinib so'zlay boshlabdi. Donishmand yigitga qarab, albatta, sizda ko'p narsa yo'q. Tuzalmaydigan kasallik yo'q, nogironlik yo'q. Uyda qarash kerak bo'lgan bemoringiz ham yo'q, majbur bo'lib ishlaydigan og'ir ishingiz yo'q, kallangiz bilan kirib ketgan qarzlaringiz ham yo'q. Va agar shunaqa sizda yo'q narsalarni sanasangiz, kayfiyatingiz darrov ko'tariladi. Yomon holat bo'lmagani uchun shukr qilsangiz, umid ham paydo bo'ladi deb javob beribdi. Gohida bizda yo'q narsalar uchun noliymiz-u, borini o'ylab shukr qilishni unutib qo'yamiz. Soliha ayol. Muallif Feruza Salxajoyeva. Erkakning birinchi turmushi o'xshamadi. To'g'rirog'i, ayoli uning fe'liga bardosh bera olmadi. Jahldor, qo'rs edi erkak. Bahori erka o'sgandi. Orada farzand bor edi, ammo ayol ortiq bunday yashab bo'lmaydi deb hisobladi. Ketdi. Ko'ringan odamga sobiq erini yomonlab chiqdi. Gap ko'paydi. Erkak g'ururini yengib ortidan bormadi. 2 yil bunga og'iz solib ko'rdi. Hech kim sira qovog'i ochilmaydigan badfe'l inson bilan yashashni istamadi. 3-yil Muxtorning ammasi shahardan bir qiz topdi. Yoshi o'tib qolgan, baxti ochilmagan qiz ekan dedi. Shaharlik qiz qishloqqa kelarmidi? Xotin qo'ygan erkakka tegarmidi? Tekkani bilan qishloq sharoitiga ko'narmidi? Agar taqdir bo'lib turgan bo'lsa, shaharlik qiz qishloqqa kelarkan. Osmon nikohi yerga tushsa, qiz bola xotin qo'ygan erkakka tegarkan. Agar oilani muqaddas bilsa, qishloq sharoitiga ko'narkan. Bibi Sora Muxtorning tor kulbasini nurga to'ldirdi. U chin soliha edi. Turmush o'rtog'iga muhabbatli bo'ldi. Erining qahrini keltirmaslikka, jahlini chiqarmaslikka intildi. Og'zini poylab, ko'ziga termilib, chizgan chizig'idan chiqmadi. Unga mehr muhabbat hadya etdi, qaddini ko'tardi. Bibi Sora Muxtorning uyini farzandlarga to'ldirdi. Ularga ilm o'rgatdi. U chin olima edi. O'g'illarining kattasi maktabga ham chiqib a'lo baholarga o'qiy boshladi. Farzandlari otasiga itoatli bo'ldilar. Bibi Sora uyning sirini ko'chaga chiqarmadi. U fozila ayol edi. Boriga ham ko'ndi, yo'g'iga ham.
eriga qanot bo'ldi. Qishloq ayollariga ko'ylak tikdi, to'ylarga patir yopdi, bolalarini yoniga olib mehnat qildi, uyidan bir qadam chiqmay pul topdi. Bahora ham turmushga chiqdi. Farzandsizlikdan ajrashgan erkakka. Bahora ham qahramonga ketma-ket 2 ta o'g'il tug'ib berdi, ammo negadir o'z o'g'lini ota-onasinikiga olib borib qo'ydi. O'sha kuni yomg'ir yoqqandi. Tushga yaqin darvozani birov ozorsiz taqillata boshladi. Qo'lini bog'lab bo'yniga osib olgan Bahora bir qo'llab eshikni ochdi. Ostonada odmigina, ammo yarashiqli kiyingan oppoqqina bodom qovoq ayol jilmayib turardi. Bahora tanimagan bu ayol Bibisora edi. Dasturxon yozgani qo'ymadi ayol. Tez ketishini ma'lum qildi, ammo yurakdan samimiy so'zlashdi. Aylanay sizdan, mani hadasi jo'natdilar. Xo'p desangiz, rozi bo'lsangiz katta o'g'lingizni bobo buvisini qo'lidan olsak, o'z ukalari bilan katta bo'lsa dedi. Bahora dod deb yig'lab yubordi. O'g'li shundoq ham hovli talashib, bir-birining yoqasidan olishgacha borgan akalarning uyida kasalmand qari chol kampirning qo'lida sig'indidek yashayotgan edi. Bu ayolning yuzlaridan to'g'rilik yog'ilardi. Negadir Bahora unga ishondi. Bir og'iz gapiga ko'ndi. Ayol ketishga chog'landi. "Opa", dedi Bahora. "Eshitdim. Baxtli ekansiz. Mening bitta armonim bor." Bibisora uni diqqat bilan eshitayotganini ko'rib davom etdi. "O'shanda Muxtorning uyidan chiqib ketmasam bo'larkan. Muxtorning uyida o'lib ketganimda ham armonim yo'q edi." Ayol o'tgan kuni eri urib sindirgan qo'li bilan ko'z yoshini artmoq istadi, ammo u qo'llar endi bo'yniga bog'langan edi. "Sabr qilsam bo'larkan, opa." Bibisora Bahoraning yelkasidan quchib xayrlashdi. O'sha kuni bayram bo'ldi. Osh damlandi. Kechki ishdan qaytgan Muxtor 2 tomchi suvdek o'ziga o'xshagan 9-10 yoshlardagi bolakayni ko'rib shoshib qoldi. Bibisora bo'lsa, "Maqsadjon keldi dadasi. O'g'lingiz sizni ko'rgani kelibdi" dedi. So'ng bolaning qulog'iga "Chop, dadang bilan ko'rish o'g'lim" dedi. Bolakay avvaliga tortinib turdi, keyin birdan otasi tomonga yugurib ketdi. "O'g'lim." Muxtor boshqa gapira olmadi. Bolasini mahkam quchoqlab oldi. O'g'lini bir ko'tarib yerga qo'ygach, Bibisoraga tikildi. Ko'zi jiqqa yosh edi ayolning. Erkak esa ko'z yoshini yashirishga urindi. Iymanib o'tirgan Maqsudjonni katta-katta yeyishga chorlayotgan Bibisoraning ovozini kichkintoy Zufar buzdi. "Aka, siz men bilan yotasiz-a?" "Nega endi? Meni yonimda yotadilar", aralashdi Zafar. "Maqsudjon ikkingizni o'rtangizda yotadi. Mana shu supaga joy solib beraman. Akangiz ikkingizni qo'riqlab yotadi", dedi Bibisora. Muxtor gapga aralashmadi. Axir bu qarorni dunyodagi eng soliha ayol qabul qilgan edi. Muallif Feruza Salxajayeva. Inson degani. Muallif Erkin Malik. Inson degani unutuvchi, esidan chiqarib qo'yuvchi degani deb ko'p gapiramiz va shu bilan qay ma'noda o'zimizni o'zimiz himoya qilgan bo'lamiz. Lekin ko'proq nimani unutib qo'yamiz u nimani esdan chiqarib qo'yamiz. Hamma gap shunda. Ishxonamiz yuristi bilan bir ishni bitirib kelish uchun yo'lga otlanganimizda u iloji bo'lsa o'zingiz yozgan kitobingizdan birortasini olsangiz deb qoldi. Ishimizning kitobga aloqasi bo'lmasa ham yo'q demadim. Bu idorani yaxshi bilaman dedi u yo'lda bora turib. Bir og'iz ha va yo'q deyish uchun ham 2 hafta sarson qiladi. Kitobingizga dastxat yozib bersangiz, azora yumshashsa. U kishining o'zi kitob shaydosi, yozuvchini qidirib, topib, dastxat olmaguncha tinchimaydi. Borayotgan joyimizdagilarni ham o'ziga o'xshatish kerak.
Darhaqiqat bordik, bizni bir odam xushlamaygina kutib oldi. Ana u kungi masala bo'yicha keldik, dedi yuristimiz majburan tirjayib. Keyin meni unga tanishtirdi. Bu akaxonimiz yozuvchilar, nashriyotimizda ishlaydilar. U shunday deb menga kitobni oling degandek imo qildi. Sherigimning ishchanligi menga ham yo'qdi. Darrovda suv xaltadan kitobni olib, kitob dehqonchilik deb nashriyotimizga ishora qilib qo'ydim. Yana pora deb o'ylamasin dedim-da. Bu akaxonimizning ismlari deb sherigim u kishining ismi sharifini aytib, kitobga dastxatingizni qo'yib bering, bir eslab yursinlar dedi. Men dastxat yozib, qo'sh qo'llab akaxonimizga uzatdim. U kishi qo'limdan kitobni olar ekan, ovora bo'libsizlarda deb qo'ydi-yu, ammo yuzida o'zgarish bo'lmadi. Sherigim tushmagur yana bir chaqqon harakat bilan uning qo'lidagi kitobni oldida varaqlab, mana suratlar o'zlari yozganlar, dedi meni ko'rsatib. Ro'paramdagi odam kitobni yozuvchining o'zidan olayotganini endi tushunib yetdi va birdan yumshadi. Xayriyat. Yuristimizning udda birolligi ish berdi-yu, u qo'limni qisib rahmat aytdi va boyagidan chiroyi ochildi. Buni qarangki, ishimiz ham bir pasda bita qoldi. Akaxonimizning huzuridan ot mingandek chiqdik. Orqaga qaytyapmiz, u sherigim, ana ko'rdingizmi aka, shu kitob deganini sehri borda, o'zi Toshmetin odamlarni ham eritib boradi. Yana uni yozuvchining o'z qo'lidan olsami? Voh, dedi og'zi qulog'iga yetib. Ammo lekin sizga ham qoyilman. Diplomatiyangiz zo'r ekan. Qilni 40 yozarkansiz. Ikkalamiz ham bir-birimizni ko'kka ko'tarib maqtardik-ku, ishimizni xamirdan qil sug'urgandek bitirib bergan Xudoni esdan chiqargan edik. O'ziga shukr demadik. Insonmiz-da. Muallif Erkin Malik. Qo'shni muhtoj bo'lmasin. Muallif Gulchehra Arslonova. Bola edik. Biz ko'chib kelgan qishloq qo'riq yerda barpo qilingan, hali qo'rg'onlar yo'q, uylar devor urib to'silmagan edi. O'sha yili qish qattiq keldi. Yaydoq hovlimiz chetiga bir mashina ko'mir to'ktirdik. Bir ko'mirki havasga yoqasiz, dona-dona. Lovullab yongani bilan cho'g'i sahargacha buzilmay turadi. Olapar laqabli juda hushyor itimiz bo'lib odamni tishlamas, ammo hovliga begona kirsa akillab dunyoni buzardi. Bir kuni oqshomda qattiq xurdi. Akam tashqariga chiqib ketdi. Birozdan keyin qovog'i uyilib kirib keldi. Nima gapligini so'ragan onamga, qo'shnimiz Hayit xola ekan, dedi. Qo'lida eski qop, tovug'imni izlab chiqdim, deydi. Tunov kuni ham ko'rib qoluvdim, shunaqa bahona qildi. Dadam bilan onam bir-biriga ma'noli qarab qo'yishdi. Bilaman, ko'mir o'g'irlagani chiqqan, dedim men dadillashib. Chunki uyimning qo'shni tomoni har kuni o'yilib qolayotganini anchadan beri sezib yurardik. O'zingdan kattaga bilib-bilmay malomat qilma, bo'psa, qildi onam. Rost aytyapti, gapga qo'shildi opam. Ularnikida umuman ko'mir yo'q. Shuning uchun ham dadam vazmin tomoq qirdi. Hammamiz unga yuzlandik. Ularda ko'mir yo'q degan. Unda yaxshilab eshitib olinglar. Bugundan boshlab kechasi itni bo'shatmaymiz. Kim qo'shnining kirganini payqab qolsa, tezda bildirmay iziga qaytsin. To oladiganini olib ketmaguncha chiqmay turinglar. Izza bo'lmasin. Onam indamay bosh irg'ab tasdiqladi. Bizning hayronligimiz yuzimizda zohir edi shekilli, dadam qo'shimcha qildi. Qo'shning sovuqda diydirab o'tirsa, senga issiq uy tatiydimi? Qo'li yupqalik qilgandirki, ko'mir ololmagandir. Muhtojlik yomon. Nevaralarim mayda, yordam berish kerak. Shu Hayit xolaning kirib chiqishlariga ko'z yumib yuraverdik. Onam ora-sira hech narsani bilmaydiganday ularnikiga paqirni to'ldirib ko'mir olib chiqadigan bo'ldi. Qishdan hamma omon chiqdi. Ko'mir hammaga yetdi. O'shandan beri qancha suvlar oqib o'tdi, o'sha odamlar endi yo'q. Hayit xolaning mayda nevaralari allaqachon shaharda katta odam bo'lib ketishgan, lekin qachon yo'llari tushsa,
ota uyimizni bir yo'qlab o'tishadi. Buvilar vasiyat qilgan ekan. Muallif Gulchehra Arslonova. Ot yig'lagan kun. Muallif Rustamjon Ummatov. Bu gapni dastlab eshitganimda ishonmagandim, biroq Mirza Abdulla aka bilan uchrashgach, ha, otning yig'lagani rost dedi u. Dadamga 11 yil hamroh bo'lgan o'sha jonivor zulukday qop-qora edi. Dalada tizginini bo'yniga tashlab qo'yardilar. Bir qadam nari ketmay yonlarida yurar, to'xtasalar ko'zlariga termulgancha qotib turaverardi. O'sha kuni bomdodga yaqin otam uzildilar-u, ot bezovtalana boshladi. Zorli kishnashlariga, tinimsiz dupur-dupuriga toqat qilib bo'lmasdi. Murodilla akamning gaplari bilan chilvirdan bo'shatib, darvozaxonaga olib chiqdim, ammo bog'lagim kelmadi. Jonivor o'sha yerda yarim kun boshini ko'tarmay turdi, hech narsa yemadi ham. Janoza o'qilib, tobut ko'tarilganda old oyoqlari bilan cho'kkalab oldi. Badani titrab, ikkala ko'zidan sharrosi yosh quyilardi. Tog'am, akam hammamiz dod deb yubordik. Izdihom yelkasidagi tobut otning oldiga qo'yildi. Ovozi titray boshlagan Mirza Abdulla aka bir yutinib olib davom etdi. Hozir sizga aytib berishga so'z topolmayman uka. Ot jonivor kishnamasdi, xuddi insonday o'krab yig'lardi. Qabristonga ham tobutning yonginasida odamlarday odim tashlab bordi. Tuyoqlaridan tiqqaytgan tovush chiqargani yo'q. Tuproq tortilib bo'lingach ham cho'kkalab olgan ot boshini ko'tarmay turaverdi. Menga chopon topilmay otamning bir ikki bor kiyilgan to'nlarni berishgandi. Xo'ngragancha otning bo'ynidan quchoqladim. U tanish hidni olib o'rnidan turdi. Motamsaro otning o'sha kungi holini o'ngimda ko'rganimga ba'zan o'zim ham ishonmay qolaman. Lekin bu voqeaga butun qishloq, ta'ziyaga kelganlarning bari guvoh bo'lgandi. Muallif Rustamjon Ummatov. Yoshi ulug' tanishlarimdan biri otasi haqida eslab shunday deydi. Otam rahmatli juda taqvodor, Allohdan qo'rqadigan, biz farzandlariga yaxshi tarbiya bergan haqiqiy komil inson edilar. Ba'zan ular Allohga iltijo qilib, ey Parvardigorim, negadir mening bolalarimga tashvish, muammolarni yubormayapsan, farzandlarimni sinovlaring bilan yo'qlamayapsan, nahotki bizni o'z holimizga tashlab qo'ygan bo'lsang derdilar. Biz otajon, nega bunaqa deysiz axir? Farovon, to'kis, muammosiz yashash yaxshi-ku deya xafa bo'lsak, otam bolam. Odam bolasi qiyinchiliklar, tashvishlar bilan toblanadi, Allohga yaqin bo'ladi. Hamma ishi joyida. Beg'am yashayotganlarning oxiri og'ir sinov bo'ladi. Men sizlarga oxiri og'ir sinovni emas, oxiri xayrli, rohat farog'at bo'lgan taqdir istayman derdilar.